Germaniyaga borib olsam bo'ldi, tilni o'sha yerda o'rganib ketaman deb ko'pchilik o'ylaydi, lekin to'g'risi agar siz hali uylanmagan va yosh bo'lsangiz, bu sizga ish berishi mumkin. Lekin agarda oilali bo'lsangiz va yoshingiz 25 plus bo'lsa, buni tavsiya qilmagan bo'lardim. Sababi, birinchidan siz til bilmay kelganingiz sababli atrofga integratsiya qilishingiz qiyin bo'ladi. Ya'ni qo'shilib muloqot qilishingiz qiyin bo'ladi. Shu yerda 3-4 yildan beri yashayotgan o'zbeklarni ko'ryapman. Hali nemis tillari A1dan siljimagan. Ikkinchisi, Germaniya juda ham hujjatboz davlat bo'lganligi uchun siz hujjat ishlarni bitirishga doim kimgadir yalib yurishingizga to'g'ri keladi. Juda ham stress beradi bu narsa. Eng yomon uchinchisi, siz tilni yaxshi bilmaganingiz uchun yaxshi oylik to'laydigan ishni topa olmaysiz va buning oqibatida hattoki oilangizni ham olib kelishingiz muammo bo'ladi. Sababi oila birlashtirish dasturi uchun sizni oilangizga yetadigan mablag'ingiz bo'lishi shart. Shuning uchun tavsiya qilardim Germaniyaga albatta nemis tilini yaxshi bilgan holatda, qonuniy holatda kelishingizni.